Alaykum. Sizlar bilan Only Dalsa kanali do'stlar. Sizlarga va'da berganimdek tanga olmos yig'ishni o'rgataman. Endi bu birinchi qism bo'ladi. Hozir bu birinchi qismda men sizlarga skachat qilish, u qanday dastur yoki da o'shalar haqida ma'lumot beraman. Keyingi videolarda sekin-sekin o'shani nima desa bo'ladi, o'rgataman-da tanga yig'ishni. Xo'sh, unda birinchi bo'lib Play Marketga kiramiz. Yomon qotyapti. Chunki qizigandan keyin qotyapti to'g'rimi? Qidirishga qayerda deb yozardik? Makroif hozir ko'rasizlarda. Makroifimda. Mana makroifi. Xuddi mana shu ilovani skachat qilib olasizlar. 10 megabayt turar ekan. Skachat bo'lgandan keyin videoni yoqamiz yoki da mana shuni kutib tursak bo'laveradi. Internetim sifati yomon bo'lganligi uchun videoni albatta to'xtatib turishga majbur bo'lsam kerak desam, qisman yaxshi ishlayapti. Xo'sh. Rosa yomon ishlayapti ekan. Bu hali 50%, 51, 53. Voy. O'tgandan keyin kamerani anaqani yoqaverar ekanman-da. Yarim soatdan beri 94% da turibdi. Nimaga ekan? Yaxshi musir ishlayapti. Xulosdan вообще sim karta o'tirmaylar. Zaynab bo'lib ketdi o'zim. Hali ham 94% ko'rib turishingizdek. O'tsa yoqarman endi kamerani. Birorta samolyotchani yoqib oldim. O'tadimi yo'qmi ko'ramiz endi yana. Soatga qarab turinglarcha, o'tgandan keyin soat necha bo'lar ekan, 100% bo'lgandan keyin. Kommentariyga albatta yozib qoldiringlar shuni. Hozir yana men videoni to'xtatib turishimga qolib qoladi. Axiyri do'stlar. Axiyri o'tdi, 94% dan o'tdi. Endi mana shu o'rnatilmoqda degan yozuv to'xtab kirish yoki o'ynash deganaqa chiqsin. Sal yaxshiroq bo'lar edi. Zerikib ketyapti to'g'ri-ku. Ha, o'tsa yana yoqaman endi. Xo'sh, mana chiqdi. Xo'sh, do'stlar, chiqdi mana. Xuddi shu dasturda sizlar ham skachat qilib yuklab olinglar. Men sizlarga aytadigan bo'lsam, asosiy akkauntlaringni sinab ko'rmaganinglar yaxshi. Mana shuni men o'rgatganimdan so'ng birinchi yaxshilab tushunib olguningizcha albatta isdan skachat qilib, ikkinchi dalosi akkaunt ochib o'shanda sinab ko'rishingiz albatta foydaliroq bo'ladi. Unda hammalarga xayr. Ikkinchi qismda ko'rishguncha sizlar esa videoga like va obuna tugmani bosib qo'yinglar. Bilmayman bu video qanchalik ko'p prosmotr yig'ishini, lekin shunga qarab video qilaman demoqchi edim, lekin baribir qilishga majburman, chunki buni o'rgatishim kerak. Do'stlar, mana shunaqangi videolarni sizlar o'zbekchasini topa olmaysizlar. Faqat Vietnamchada bor. O'shani o'zbekchada men to'liq o'rganishim uchun sizlar albatta like va obuna tugmalarini bosib qo'yinglar. Unda siz hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha